dunyoni tark etish qiyindir. Jannatni tashlash undan ham qiyinroqdir. Albatta jannatning mahri dunyoni tashlashdir. Anas ibn Malikdan rivoyat. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim Alloh taolodan 3 marotaba jannatni so'rasa, jannat aytadi: Ey Alloh, jannatga kirgiz uni. Kim Allohdan do'zaxdan omon saqlashni 3 marotaba so'rasa, do'zax aytadi: Ey Parvardigor, uni do'zaxdan uzoq qil. Allohdan bizlarni do'zaxdan asrashini, undan uzoq qilishini va jannatga kiritishini so'raymiz. U yerda birodarlar bilan ko'rishib, yig'ilishdan boshqa narsa bo'lmaganda ham qanchalik shinam va rohat baxsh joy bo'lishi muqarrar edi. Alloh u yerga baxsh etgan karomat va muruvvatlarning esa chegarasi yo'q. Anas ibn Malikdan rivoyat. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Jannatda bozorlar bor. Unda olish ham yo'q, sotish ham yo'q. To'p-to'p bo'lib yig'ilishadi. Dunyo qanday bo'lganini eslaydilar. Robbilariga qilgan ibodatlarning qanday bo'lganini, dunyoda kambag'allar va boylar qanday bo'lganini va o'lim qanday bo'lganini, qanday qilib uzoq mehnatlardan keyin jannatiy kishilarga aylantirilganlarini eslashadi. Ibn Mas'ud Alloh undan rozi bo'lsin aytadi: Hamma insonlar sirotga kelishadi. Ularning yurishlari do'zax atrofidadir. Keyin ular amallariga qarab sirotdan o'tishadi. Ba'zilari chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari qushlardek, ba'zilari uchqur otlardek, ba'zilari yo'rg'a tuyadek, ba'zilari chopqir odamdek o'tishadi. Oxirgilari oyoqlarining barmoqlari bilan o'tadi. Yana birlari sirotdan qaltirab o'tadi. Sirot sirpanchiq, silliqdir. Uning o'tkirligi qilichning o'tkirligidek. Unda tikanlar, ignadek qattiq tikonli o'simliklar bor. Ikki tomonda maloikalar turishadi. Ularda olovdan yasalgan ilgaklar bo'ladi. U bilan odamlarni tortib oladilar. Uning orasidan sirot ustidan agar tirnalib, terilari qonagan bo'lsa ham, o'tgan kishi najot topgandir. Uning orasida pastga tushib ketgan kishi do'zaxiydir. Maloikalar aytishadi: Ey Parvardigor, salomat qil, salomat qil. Oxirgi kishi o'tadi. Shu oxirgi kishi jannat ahlidandir. Vaqtiki sirotdan o'tsa, jannat darvozasiga ko'tariladi. U o'zining jannatda o'rni borligini bilmaydi. O'sha yerga qarab aytarkan: Meni u yerga yaxshi joyga tushirgan. Alloh aytar ekan: Agar seni u yerga tushirsam, boshqasini so'ramaysanmi? U aytarkan: Yo'q, so'ramayman. Sening ulug'liging haqqa. Unga tushirarkan. Keyin jannatdagi boshqa o'rinlar unga ko'rsatiladi. Oldin ko'rib, so'ragandan keyin bergani unga yaxshi tuyulmay qolar ekan. U yana aytarkan: Ey Robbim, meni u yerga tushirgin. Agar seni o'sha joyga tushirsam, boshqasini so'raysan. U aytadi: Yo'q, sening ulug'ligingga qasamki so'ramayman. Uni tushirarkan. Keyin 4-jannatga ko'tariladi. 4-siga yetganda unga oldin berilgan hamma narsalarda kamchilik ko'rarkan. Keyin jim turarkan, so'ramas ekan. Unga aytisharkan: So'ramaysanmi? So'rar edima, lekin uyalaman. Alloh taolo aytarkan: Senga bu joy dunyo misolidan 10tasidir. Bu ahli jannatning eng past joyidir. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi: Payg'ambar alayhissalom mana shu qissani gapirganlarida kular edilar. Kulganlarida muborak tishlari ko'rinib ketardi. Yana xabarda keladi: Dunyodagi xotinlar dunyodagi yaxshi amallari bilan jannatdagi hurlardan afzal qilinadi. Alloh taolo aytadi: Darvoqe, biz ularni ohu ko'z hurlarini daf'atan paydo qildik. So'ng ularni o'ng tomon egalari uchun yoshda ham, jamolda va qaddu qomatda ham bir-biriga teng, ehtirosli bokira qizlar qilib qo'ydik. Voqea surasi